Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, siz bilan Husan Quronboyev. Hurmatli obunachilar, haftaning oxirgi kuni yakshanba 2025-yil 25-may o'rtoqlar. Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda Xorazm mashina bozorindagi har doimgidek Captiva avtomobillarining narx-navolarini sizlarga ko'rsatib o'taman o'rtoqlar. Va bu videomiz sal boshqacharoq bo'ladi. Video davomida bilasizlar, egalaridan bize men so'rab ko'raman iminni mashinani egasidan necha so'mga olgan va ustidan necha so'm qo'shib sotib turibdi qo'ldan kelgancha javob bersalar ko'rasizlar, eshitasizlar. Shuning uchun videoni boshidan oxirigacha ko'ringlar. Menimcha sizlarga qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Like'larni shuning uchun ko'proq bosib qo'yamiz. 2000 ni o'tiramiz like'larni. Kommentariy ham qoldiramiz. Ayni vaqtda siz nereden ko'rib tursiz ushbu videoni? Ekranda ko'rinib turgan barcha ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'lmang. Telegram kanal, Instagram, 2 dona Telegram kanalimiz bor. Instagramga обязательно obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Egalardan dekkalardan mashina chiqaramiz. Qancha yil olgan mashina? 2017-yil, balonlari toza, Captiva 4 ni o'zi yurgani 77 mingni yurgan. 76 mingmi? 76.234 yurgan ekan. Kraska toza hang. Kraska birimdan kraska. Sizdan men variant bor shunda, dogoran berasiz. Dogor joy bo'lsa ham ish beramiz. Challi berish kerak, dogor bo'lsa. Kelishamiz üstünde. Kelishiladi. Yaxshi. Puluncha so'mmi? Kredit 40 milyon so'm. 240 million so'm. Kredit barter bor. Havo, joy, mashin barter. Necha bitadi bor, bitadi. Bitarimi? 220 lar bitamang. Bitmaydi o'ngay. Necha bitadi? 32-33 hang. Kelamiz üstüne kelishamiz. Bo'ladi. Telefon nomeri ayting. Sizlarnikidan kelsalar qaytib beramiz yana 2 milyon so'm. Ha. 99'lik. Ha. 078 05 05. 05. Urganchdanmisiz? O Urganchdan shu. Urganch sharni mashina. Mahadavoy motor taraflamasi rasxoti yo'q. Yo'q, rasxoti yo'q. Bilgisayar 80 dan ham yuradi. 80 dan ham yuradi. Programma order qilibmisizlar? Yo'q, o'zi shu 2-4 ku bo'ladi. Bilgisayar ham yuradi. Qaranglar, bir savol beraman. Bu safar boshqacharoq bo'ladi video. Yoqsa ayting, yoqmasa indamang, videoni to'xtatamiz shu joyda. Egadan necha so'm olib qo'ysiz mashinani? Egasini. Ava. 30 qo'ymiz. 230 million hang. Bo'ldi. Üstünde bir 2 so'm olsa beramiz. Bo'ldi. Barter raqamimiz. Barteri hisoblab olgansilar 230 ga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, qarama. Qancha yil bu? Yılı? 13. 2013-yil. Bu Captiva 3 hang o'zi. Qancha yurgan? 140 ming yurgan. 3lik motor bo'ladi bu. Kraska bor. Shu eshikdami quru? Arka chap eshikida. Ha, bunda bor quru. Nobod topim bormi? Birin turibdi ekansiz. Ha, siz sotib olgansiz, endi sotjaysiz. Necha so'mga sotib oldingiz shu vaqtda buni? Bu 2022'de 180 lira. 2022'de 180 milyonga sotib oldingiz. Hozircha beracaksiniz endi? 150 deymiz. 150. Zarar-ku bu endi. Shunda narx bo'lasiz, hang. Hadovoy motor taraflama rasxoti yo'q. Yurganini aytdik, yilini aytdik, kraskasini ham aytdik. Puli 150 so'm. Necha bitadi? Tushasizmi yana? Kelishamiz. 35 lar bitamang. Nima mo'ljalni qaytamiz. Necha? 37 lamang. Telefon qilsak. Necha 40 bo'lsa berajekmisiz? Bor. Telefon nomeri ayting. 91 dan 379 0033. 0033 hang. Nedansiz? Amidariya Mang'it. Bu metanmi bu? Metan. 2 dan 65'lik. Polni zapravkadan necha kilometr yurdi? Bu avvalda 280 yuradi. 280. Bunday Dannida trassada 300 yuradi. 130'lik metan to'lsa. Balonlari normalniy pakaylik qo'yish kerak lekin. Keyin o'rtoqlar, kiming Rossiyada deporti yoki zapreti bo'lsa, bu narsani tekshirib beramiz, bormi, yo'qmi? Bo'lsa ochib ham beramiz, 100% garantiyasi bilan bo'ladi.
Ara-arada nəticələrini Bek Avia Uz Telegram kanalımıza qoyub turibmiz. Ötüb bemalol görüb olishingiz mumkin. Kimkini açib bo'ladi, kimkini açib bo'lmaydi yozib qo'yibmiz. Kim tekshirtirajak bo'lsa yoki ochtirmoqchi bo'lsa, bizlara Zagrani pasportlaringizni yeb berishingiz kerak bo'ladi. Ekranda telefon nomer, Telegramdan yozinglar. Deport zapretlaringizni garantiya bilan ochib berish, ya'ni bu Moskvadagi yuristimiz ochib beradi bu narsani. Moskvadan turib o'rtoqlar. Deportni bor jo'ralamiz обязательно. Bu videoni yuborib aytib qo'yinglar. Qancha yil ağa? 13-14. 13-14 yurgani? 100 ming bo'ldi. 100 ming. Kraska? Kraskasi toza. Kraska toza. Puluncha so'm. Pulni 170 aytibmiz, kelishib beramiz. Nechalar bitadi? Kelishib beramiz. 60 lara bitam. Savdo ustunda bo'ladi, kelishib beramiz şimdi. Xo'sh. Aylashib, qo'shib qaytib beramiz. Telefon nomeri ayting. 99'luk. Aha. 964 Ava. 78 78. 78-78. Hamma variant bor. Xohlasangizlar dogovor, xohlasangizlar kredit, xohlasangizlar barter. Assalomu alaykum. Xivani mashina, telefonlashib boraverasizlar. Ustunda kelishib beriladi, aytib turibdilar endi. Baho so'radik. Ustunda dedi. Balonlari toza. Shumka yo'q mashinada. Benzinda bang. Mashin benzinda. Qavardan bu kellaydi ketmasang. Qarang ağa. Biz bu bozor biza sal boshqacharoq ishlatib turibmiz. Bir savol beraman. Yaxshi ayting, yoqmasa aytma. Videoni to'xtatib beramiz. Egadan necha so'm bo'lgansiz mashina? Egadan endi onu aytib qo'ymaydi, egadan olmoqman. Bo'ldi. Motorni ko'rsatamiz. 100 million olganmiz, balki 200 olganmiz. Belki 100, belki 200 ga qoldi. Yo'q aytilmaydi. Hozir video chiqdikmi? Ha bor. Uchlik motor rasxoti yo'q, ha? Yo'q. Bo'ldi. Yo'q. Hamma javob. Xivani mashina, yana dogovor mashina so'raysizlar, faqat Xorazmga beriladi, ha? Yo boshqa viloyatlarga beriladi. Xorazm Qoraqalpoq, ha? Qoraqalpoqdan bormi? Podpischiklar bormi? Hava yetmeyene selini aytib beramiz. Bo'ldi. 18 Captiva 4'ning o'zi. Propan qo'yilganmi? Na, benzin. Benzinda? Kurumlab etdik bu. Balonlar toza. Yurganicha? 54 ming yurgan. Bahasi necha so'm buni? Nedemiş mi ya? 260 milyon. Yarıştıramız işte. Liboy variant bormi? Var, kredit var. Öğlendirmeyin doğru yok. Hı. $444 degan nomerlari kelib turibdi yana. Necha bitadi bu shep? Necha bitadi bu? Lavandan yazıştırıp olsa Ava. 250 olsa ver. 250 milyon ha. Balonları toza. İçini gösterdik. Barter kredit. Yetmeyen amdut berasmi? Plus minus. Assalomu alaykum. Plus minus yetmeyen amdut berasmi? 15-20 gün olsa durup veremem. 15-20 gün olsa durup berasiz. Telefon nomeri ayting. 93'te Ava. 740 Ava. 540. 0540. Palerovka keramika bo'lgan o'xshaydi. Yok bombalan Bombalan. Üniversitede görmeyen canavar. Yangarikdansiz. Qarang, brat. Bu safar biza boshqacharoq aytib olib turibmiz videoni. Yoqsa ayting, yoqmasa aytma. Mashinani egadan necha so'm qo'ygansiz? Ege'den 19.200 göğü ağamız. 19200 ga oldingiz, ha? Minus giyin, iş kalıp minusuna verecekmiş. Minusuna berasiz. Ha, bo'ldi. Yaxshi, rahmat. Yaxshi. New Online 8800 o'rtoqlar. Agar sizlar buni naqd pul olish imkoniyati bo'lmasa, bir plastik, bir pasportlaringiz bo'lsa bo'ldi o'rtoqlar. Shu plastiklaringizni oxirgi 4 oylikda shu ichida bir 3-4 million so'm aylangan bo'lsa, sizlarga
12 oygacha 320 ming so'mdan chiqadi o'rtoqlar. Eng arzoni menda o'rtoqlar. Solishtirib ko'ringlar, internetdan ko'ringlar. 12 oyga 320 ming so'mdan chiqadi o'rtoqlar. 2 yillik garantiyasi bor, 150% aniqlash darajasi kuchaytirilgan Wi-Fi orqali bazani yangilab turasizlar. Ruscha, o'zbekcha tili bor. 2,5 milliondan litr qo'yilgan o'rtoqlar. Multiradarlarni 800-700 metrdan bemalol urib aytaladi o'rtoqlar. Telegram kanalimizga o'tsangizlar, qolgan modellarni narx-navolarini 77 niki, 97 niki, 78 necha so'm, oy necha so'mdan chiqadi, shuni ko'rib olsangiz bo'ladi. Telegram kanalimga o'tsangizlar bekkara va kimda kim sotib olaman desa, telefonlashib kelaverasizlar. 2016-yil 12 ming. Ha. Captiva 2 dan 4 yasalgan. Balonları toza, qora svetda. Kraska bormi? Kraska toza, kraska yo'q. Necha yurgan bu? 155 mingni yurgan. Shumka yo'q. Tonirovka bor. Tonirovkalari bor. Balonlari toza. Обязательно like bosib kuzatinglar, hammadan so'rab turibmiz. Evet, egadan chasomni olamni. Menimcha hech qaysi bloger so'ramagan. Benzindami, propanmi? Propan ekan. Propan. Necha loq bor? 10 oy, Xo'sh, puli necha so'm mana? 175 aytdingiz. 175 million so'm, Bu necha so'm Captiva uchingiz? 155. Bam 155. Bu 170 million. Bitar necha mana? 170 bo'lsa beramiz. 5 so'm qaytasiz. Yakani mana ham ko'rsat. Bu nechanchi yil? Bam 12. Yurgani? 100 ming oldi. 100 ming. Bu avval 2 bo'lmaganmi o'zi? Yo'q, 3. 3 ni o'zi ha. İçlerini görsat. Nechani yurdi dedik buni? 100 ming, 100 ming. Kraska toza ha? Shumka bor ekan. İçlerini görsat. Bu benzin, propan. Benzinde. Toza balonlar qo'yilgan. Ichki variantlar bor endi sizda. Bu 50 ga bitami? 50 bo'lsa beramiz. Dagoran barak ha? Dagoran beramiz. Neçik bo'ladi sizda dagor? 90 ni bersa, 60 ni 6 oyga foizsiz berasizmi? Buni shunda 110 ni bersa, 60 ni foizsiz 6 oyga bo'lasiz. Faqat Xorazmga. Barter bor, kredit ham bor, hamma variant bor. Nomer ayting. 99lik 750 71 11. Yangilikli mashina. Qarang og'a. Hozir ikkisini ham ko'rsatdik-ku. Bir savol beraman. Yaqsa ayting, yaqmasa indamang. Mashina egadan necha so'm olasiz? Bu ne qiziqi bu? Bu o'zimning mashinam bu. Bu o'zingiz Bu mashina. o'zim mashina. Bu nechaga olasiz? Qarang. Bu ne qiziqman axir. Bo'ldi. Bu ship. Assalomu alaykum. 14. Yurganicha? Kilit yo'q-ku, uni sotib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'sh. Qani yurganda bu? 14-yil dedi. 221 ming, başta 222 ming yuribdi. Kraskan ichki bunda. Arka 10 eshikinde bu. Qancha so'm? 135 milyon so'm, 14-yil. 14 mi 12 mi ağa? 14 ya 12 aşı. Tek pasportu bormi? 12 bo'lsa kerak. On ikkinchi yil. 2012 yil, 14-yil bo'lsa, u Captiva 3 bo'lishi kerak bilamman. 135 milyon.
Azı tonirovkalari bor. Shumka yo'q. Zamokni o'chirib beradi. Balonlar qo'yish kerakmi? Ketgan. Kubiş. Benzinde ekan mashina. Bu motori bularni 600-500 ming kilometrgacha ketmaydi buni. Telefon nomeri aytib berasiz? Og'aynimkida deysiz mashina. Aytib beraman. 94'lük, Ava. 946, 99, 59. Naqd pul beriladi, hay. Nalichi iloji bo'lsa bor. Nerdansizlar? Shavot. Shavot. Kalan ma'lumotlarni telefonda so'rayverasizlar. Motor remont bo'lganmi buni? Motori neler düzülgen ama. Klapullari bor. Bo'ldi. Nechanchi yil? 7-yil, ha? Yurganicha? 91 ming. 91 ming. Kraska yaradimi? Kraskasi родной, benzinda mashina. Nechasin bahasi? 220 million so'm. 220 million. Arzon-ku bu? 17. Halka bo'lsin deb turibmiz. Halka bo'lsin deb. Halk uchun ishlaymiz-ku biz. Bundan ham qaytib berasizmi? Hozir aytib beraman. Bundan ham qaytib berasizsan. Telefon nomeri ayting. 88 607 0011. 00. Assalomu alaykum. 88 607 0011. Xo'sh, Avtokredit ham chiqadi. necha yilga? 5 yil chiqadi. 5 yil? Qaysi bankda? Hamkordan chiqaramiz. Hamkordan. 17-yilda chiqadimi? Chiqaramiz. Necha so'm to'lash kerak? 55-60 million kerak. 55-60 million barcha xarajatlari ichida. Xudo xolasa. Oylik to'lam nechik bo'ladi? 5 million 500 dan keladi. 5 million 500. Benzindami bu? Benzinda. Zo'r baho aytdi lekin ustalar ko'rsatib qo'yaverasizlar, balonlar normalniy, shumka yo'q. Rullar sal bir mehr-chehir berilgan rullarni yurgancha ekan buni. 91 ming yurib turibdi. Mashin benzinda. Mashin benzinda. Ne 5-chi savolimizni bu Ruslan tog'am berib ko'ramiz. Qani bir savol beracakman. Yoqsa ayting, assalomu alaykum. Yoqmasa aytma. Balki siz yoqmaydi. Egadan necha so'm olib qo'ysiz mashinani? Yerini musulmonchilikda aytdilar-ku. Ha, uzumini yengla, bog'ini surishtirma degan gap bor, ha. Bo'ldi. Narxi necha ekan bozordan? Arzonmi? Arzon aytdingiz lekin. Ana bilmayman. Bo'ldi. Nechanchi yil bu? 18 metani bor. Kraskasi родной 50 ming 55 ming. Bunu tushunmadim qayni. Endi tushunibmiz ha. Bu necha so'm buni puli? 50 ming yurgan. 265 kelishamiz. 265. Berkisini. 235 bu. Bu 17 mi bunun yılı? 18'de alıngan. Tek pasportu 17. 17'de alıngan. Tek pasport 17, 18'de maşın satılıp alıngan. Kuzuk nömerleri 18 alır. Zamin etse 18'e mi atıp veradim onu. Ödemesi 18'de giyenden mi? İçki variantlar var sizde. Avtokredit, barter. Mesiye var mı? Mesiye sağda. Yok. Telefon numarayı aytın. 77'den 306 70 00. Yani bam numara? 98'den 277 24 22. 24 22. Göster. Buna 265 milyon so'm aytdi. Metan qo'yilganmi? 90'lık qo'yilgan, 3 tane 30'lık. Bu birinchisi. Lisan degan mashinalarni tutdilar.
işler yaxşı. Bo'lmaydi. Keyin taraf qaysi mashin bu? 4000 kilometr metallı. Gekani. İrikki bu. Bildin mi? Ha. Yine ortaklar. Bu ağamızdan ham sorasak böyle aytmaydi. Şu bilan yakunlaymiz videolarımızı. Adam nechik desangizlar, odam ko'p xudo xolasa mashin bozorda. Hali erta keldik biza. Satam endi 8:30 bo'lyapti. Odamlar hali g'ojimlashyapti. Mashinning narx-navolari qimmatlagan. Avvalgiga nisbatan Gentra'ning ham, Captiva'ning ham narxi ozgina ko'tarilgandi. O'rtoqlar, bu yerda mashina qimmat edi. Amanlarla alıp isbet kılınlar. Bizning bugungi videomuz nechik sizlarga yoqdimi? Albatta kommentariya yoz qoldiringlar. Baribir ko'pchilik aytishni istamaydi. Mashina necha so'mga olgansiz egasidan desam. Bo'ldi, yakunlaymiz shu bilan.